Assalomu alaykum, Markaz Xalq radio stansiyasi Üzülməz Melodiya alayda sanat programmasining aziz anglag'uvchilari. Assalomu alaykum, ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar. Huzuringizda bo'layotgan Markaz Xalq radio stansiyasi Üzülməz Melodiya alayda sanat programmasining alayda soni. Men Malik Bektur. Men Zubayda Dursun. Xo'sh, aziz qarindoshlar, bizning bugungi bu alayda san programmamiz orqali siz o'zingiz eng yaxshi ko'rgan san'atkor bilan eng yaqin orliqda turib tushunish hosil qila olasiz. Erkin parang chalaysiz. Shundaqla naq maydonda ijro qilingan naqshlardan yangi shu naq maydon soz, naq maydon naqsha, jonliq musiqalar sizlarning huzuringlarda bo'ladi. Unda bo'lsa biz bugungi alayda san programmamizga Xinjiang opera o'mikining atoqli san'atkori Al-Söygen, Al-Müsöygen bizning atoqli naqshchimiz Harbiy yurt naqshayi Abdulla Abdurimatovni alaykum qildik. Assalomu alaykum Abdulla aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum radio anglayotgan barliq qarindoshlar va assalomu alaykum ekranimizni tomosha qilayotgan barliq qarindoshlar. Hammalarga mush orqali Üzülməz Melodiyaning eng bir alayda programmasi orqali samimiyatimizni, bizning qizg'in salomimizni yo'llaymiz. Rahmat sizlarga. Xo'sh, endi hammamizning balaliq shundaq go'zal tatliq aslimlari bo'lgan, tatliq hikoyalar bo'lgan, odatimiz Üzülməz Melodiya programmasida shu malik ishimiz balaliq to'g'risida gap chiqsa, xushqashlik sayrab chiqamiz. Balaliqdan chiviqmi tupar, balaliqdan supurga dutar deb degandek. Endi hammamizning balaliqqa shundaq ma'nolik suyumli boshlangan, balkim sizning mana shu balaliqingizda sizga eng ta'sir qilgan aytimi tatliq, anglag'uvchilar anglashni xohlaydigan hikoyalaringiz bor bo'lishi mumkin. Shularni bizga bir so'zlab bering, Abdulla aka, bir anglaylik fursatda. To'g'ri, siz degandek har qanday bir odamningki balaliq hayoti o'zi uchun eng tatliq aslidan qoldigan bo'ldi. Mayli u qanday sharoitda o'sib yetilgandan qat'iy nazar balaliqqa yetadigan tatliq hayot yo'q. Shunga u mayli osmonga chiqib ketsin, mayli yerning qahriga kirib ketsin, o'zining balaliq hayotiga yetadigan bir davrning yo'qligini keyin his qiladi ekan. Hozirmi qaytdingiz keladimi balaliqqa? Biletim yo'q qaytaman. Endi men bizning naqshlarimizni suyunib anglayotgan qarindoshlarimizga asos jihatdan ayan bir necha qatimliq albomlar orqali o'zimizningki qisqacha tarixlarimizni yozgan bilishlik. Endi shundaqdimi yana bir qatim qisqacha o'zimni tunishtirib o'tsam, men shu bizning Janubning Maralveshi noyisining tunishki yezisida 69-yil o'lingan birinchi kuni dunyoga ketganman. Qancha kiribdi? 69 bo'lsa men darmidan 10 yosh cho'nki. Men 45 yosh. Men 35 yosh. Men 20 yoshda. Sizda kichikkansiz. Lekin qarashtiramiz. Endi shu vaqtlar madaniyat inqilobining mazgilida to'liq ayqlashmagan vaqti ekan. Men aqlimni bilsam, bizning yurtlarimizda naqsh musiqa asosan yo'q ekan. U bir mazgil madaniyat inqilob qalayimqanchiligida bunday milliy soz, nag'ma, musiqa, naqsha, usul degan umuman madaniyat garchi madaniyat uchun epilgan inqilob nomida bo'lsa-mu, bu butun Jungo xalqiga madaniyatni yo'qotishdek bir oqibatni kelgan inqilob ekan. Shu jumladan bizningki yurtlarimizda naqsha, soz asosan yo'q ekan. Biroq mening dadam shu al-yurtga o'zining naqshlari, sozlari orqali butunilgan al san'atkori. Shunday ataymiz-ku endi. Shu men aqlimni bilsam dadamning dutovli aytgan naqshlarini anglab cho'ng'ilgan. Mening akalarim ham har biri birdan sozga havas qilgan. Anvar akam tambirga havas qildi, Shirali akam duttaga havas qildi, ilmi chaladi, ular o'z ich pushig'ini chiqara oladi. Shuning bilan cho'ng akam Abdukimajim skripka havas qiladi. Kichik akam Abdukirim gitar havas qiladi. Umuman ular o'ziningki olgan dillariga o'zi huzur beraligidek bir musiqa attraktiviga kelsa, ham o'z ich pushig'ini chiqara oladi. Shu ta'sirida men naqsha sozga erisman, amroq bo'lib cho'ng bo'lib ketganman. Endi esimni bilsam, aytgan o'rgansam lozimdi bir naqshining yoki bir musiqining melodiyasi bor ekan. Nasib lo'g'inabdi. Hozirga kelguncha bu mening bir odatimda. Hozir men aytganda o'rgansam, mayli qanday bir qiyinchilikda bo'lsam yoki xushal bo'lsam, yetib qolib qoldim aytganda o'rganganda cho'qim bir melodiya og'zimda yo istirtishimda shuning bilan o'yg'inaman, o'yg'inib shuni qilaman.
5 minut 10 minut ketadi kayfiyatim tanishilib qoladi. Tanishilib qoladi. Bu men uchun bir dura ayrilsam bo'lmaydigandek dura. So'nishib yurib nurg'un ijodiyatlarni maydonga keltirib chiqargan shu ham lekin umuman shu bir kunlik xizmatni yoki bir kunlik turmushni yaxshi o'tish uchun kayfiyatni tanishilishiga bu nihoyat yaxshi dura eman, sizlarga tavsiya qilaman. Rahmat. Undan keyin 87-yili o'zimning orzusi bo'yicha shu Shinjang san'at institutining tunji qaror aktyorlik kasbiga, ya'ni tunji qaror bo'lganda bu to'liq kurs tunji qaror. Shu kasbda o'qidim. Garchi aktyorlik kasbida o'qigan bo'lsam, shu 4 yil jarayonida shu kichik vaqtimdagi shu naqshga bo'lgan havas bundan aylanmaydi, to'g'ri. Shuning bilan bu 4 yil endi mening bu kasbiy maktabda o'tkazgan hayotim menga taqim yaxshi bir imkoniyat berdi. Ancha naqshdan ilmiy darajada bir ta'lim tarbiya ko'rgan bo'ldim. Ajar shu vaqtda naqshdan o'tgan Abdullaka naqsh muzik fakultetini uchun bizning tumshuq hozir shahar bo'lgan bilan burun u yezdi. Bu yerga nurg'un uchurlar kechikib boradi. Men u Shinjang san'at instituti degan bir cho'ng maktabning borlig'ini bilmaydim. Ammo naqshga amraqdim. Men bu naqshchi bo'lish, cho'qim naqshchi bo'lib, elga tunlib, men bunda deydigan bu cho'ng menda bir arzu istaklarmi bu baxmagan yezida men o'qib oliy maktabga o'tsam bo'ldi degan g'am bo'ldi endi. Men shu lekin naqshga bo'lgan havas, muhabbat nihoyat kuchli bo'lg'achda meni oxiri bu Shinjang san'at institutining shu drama fakultetining aktyorlik kasbiga imtihon oladigan xabardan nihoyat bir tasodifiy uchrab qoldi. Bu uchurni kechikib kelgan. Ustiga ayatda imtihon oladi degan kuni bu imtihon oluvchilar bu bizning yezlarga berib olmaydi. U har qaysi viloyat markazlariga kelsa, Janubdan Qashqarga, Xotanga, Ko'rli, Oqsuv degan markazlarga berib oladi ekan. Men shundaqda Qashqarga berib imtihon berishim kerak. Bizning oilada har bir ishlar otam bilan onamning yetakchiligida yig'in o'tkazilib qaror qilindi. Shuning bilan bu yig'in qisqa ichilib, men xabarni ko'rgan bir 2 soat ichida qarordan o'tdi. Otam, dadamninki bir arzusimi, bu 9 bolaning ichida birasi bir yaxshi san'atchi bo'la olgan bo'lsa, mayliti degan bir arzular balki ko'nglimga bitgan. 2 arzuyim bor. Birisi Islom institutida bir yaxshi o'qigan bo'lsa, agar bu bo'lmasa, endi san'at bir maktablarda o'qib bir san'atkor bo'la olgan bo'lsa degan arzular balki shu rahmatlikning shu arzusini amalga oshirganmiz. Men shu ertasi Qashqarga berib imtihon berdim. Cho'ng acham Shamsunurni yetakchiligida shu yerga berib Qashqarda Mahira Zakir muallimimiz, ustozimiz Tursun To'xta aka, burunqi opera o'ynashning rahbari, qatorliqlar Tursunjon Sunun muallim bular berib imtihon olgan. Shu mening udul kelganim shu taqdir bilan aktyorlik kasbi, ammo san'at kasbiga imtihon berib az bo'lmagan bir kutishlar orqasida chaqiriq keldi. Shu 87-91gacha institut o'qidik. Ta'limimiz o'nkilib opera o'ynashga bizdan 3 artistni oldi. Uning birisi men, birisi Amina, ya'ni birisi Yuksakjon Shijoat. Naqsh nishadi. Meni bunday savolim keladi. Keladi, shay keldi. Mishay aka berdi Abdullakamiz bilibdi-chi. Demak, Bayton Abdullakamning bunda degan gapi menga bak ta'sir qildi. U bo'lsa-mu, shu oiladagi kengash, yig'in ichish masalan, qanday bir masala bo'lsa-da, shu oilaning mana shunday bir uluning mustahkam bo'lishi, bu oilaning hozirgacha xalqniki hurmatida mundaqcha aytgan vaqtida hammamiz Abdullakamlarniki oilasiga shunchalik hurmat bilan qaraymiz. Chunki bularniki to'g'ri. Hammamiz bak o'm bo'la. Demak, shu ota-onasining tarbiyasi ostida mana hozirgidek shunday bir yaxshi sharoit hozirlandi-da. Shundoq. Zubayda Tursun mush vaqtda bir narsa bir aslimini bir Abdullakamning huzuriga bir sun pasaqni keldim. Abdullakam, Yuksak Shijoat, Amin Adamlarning 94-yil sizlarning Qashqarda 94-yilning oldida ishgan suratlar bor ekan. Uni biz aslim qilib saqlab qo'ygan. Hikkaning oldida rasm o'tishgan ishlar bor o'chaqdi-chi. Mana. Bakkarama. To'g'ri.
otdak vaqtimiz keldi. Demek hem de muş vakti baytın siz degende tüvengi uyun koygul şurada vaktınlar şundak ko. Ama muş suretini kör vagıl buldu. Şu vaktlarda Abdullah akam şu çaşını uzun koyuş pek modu boz gerek. Shundaq yilqini sen canana degan naqshni aytganim chashkadan-da Abdulakam shunda. Siz kichik turib. Televizorlar ko'rmanda, uni keyin o'tganda texnik mikroblogni ko'rib qoldik, ayrılışni, yaşananlarni siri tarqalgan. Shu chog'da balalik qo'lgan yoshlikda havas qilar tuqma chet elning zamonaviy musiqalariga. Endi u chog'larda bizda yangi zamonga tava ijodlarni aytgan bu naqsh musiqa sohasida. To'laroq sirtning ta'sirini anglaydiq, sirtning naqsh musiqalarining ta'siriga uchraydiq. 90-yildan 94-5-largacha biz Turkiyaning, O'zbekistonning har qaysi ellarning naqsh musiqalarini ko'p angladik. Uningdagi zamonaviylikni qabul qildik desak bo'ldi. Hatto takror aytgan naqshlarimiz bor. Boris Manchuvning Türk naqshchisi, zo'r naqshchi. Turklar ko'p hurmatlaydigan kishi, ustozga o'xshash. Bu yoqdan O'zbekistondan Sherali Jo'rayev deymiz, shundoq katta naqshchilar naqshlarni anglaydiq. Shundan o'zimizga yani o'zi qalatdiqda kerak bo'lgan narsalarni hatto takrorlab aytadiq bu yerda. Endi shu chog'da shu madaniyatni ta'sirida endi qijilib cho'ng'igan siri shuni bir qo'ymanglar desam bat qo'ydigan. Masalan, hozir ko'rib qolsangiz, qanaqa bo'lsa ishlattiramiz, qanaqa hissiyati bo'lsiz. Shu vaqtda ko'chirik naqshlarni anglab qolsangiz, ko'rib qolsangiz. Anlaymi dastlabda yangi naqshlarım jamiyatda taqiqqa vaqtida u hayajonni hozirmi til bilan ifodalab beradi. Hozir hamda burun naqsh aytish biz uchun bir amroq kasbimizni joriy ijro bo'lishi bo'lsa, bir naqshni ijro qilish bo'lsa, hozir bir naqsh uchun paxtamizga bir mas'uliyat yuklangan bo'ldi. Har bir naqsh uchun ko'p o'ylaymiz, ko'p izlanamiz. Bu naqshga al anglagandan keyin qanday ularda qanday umum qanday ta'sir paydo qildi degan narsa uchun ko'proq boshqa turdan qildik. Shunga bu hozir bir naqsh aytish emas, bu mas'uliyat. Shunda hozir endi naqshlarimizni anglaganda uning uchun biz ko'p boshqa turib, ko'p o'ylagan bo'lishqa hozir biz uchun naqshga radioda ya bo'lmasa bir so'rlar naqshimizni anglasak ancha pekilqi burunqidek şaşıp gitip gayş. Aynı vaqtlarda Abdullah aka siz baytın deb aytdingiz, endi sal xijil bo'lma deb. Lekin shu vaqtlarga nisbatan yana shu davr qabul bo'ladigan, bunda chiqqan vaqtda sizning shu naqshlaringizmi shu davrga nisbatan nihoyat zo'r olqishlar. Rahmat. Shunda bo'lg'ay. Shunaqa bo'ladi. Hozirgacha sizning naqshingizni alfib anglayotdi. Siz ham diqqat qildingizmi shu Abdullah akam naqsh aytmoqchi bo'lsa baytın degandek oldi bilan shu tekstni nihoyat yaxshi tanlaydi. Bu shu Qirqdan ashxonlarni ichida Abdulakam texnik chiqqan, texnik saviyalik naqshlarni aytadigan bo'lib ketdi. Asosan cho'nglarimizni bak yoqtirib anglaydi bu naqshlarni yoshlarimiz hammasiga o'rtaq bir yo'sin dunyovatida ham shu naqshlarni birini anglamdik hozir. Undaq bo'lsa, radio oldidagi, ekran oldidagi qarindoshimizga rahmat aytaman. O'zingiz hozir mush davrlarda yaxshi ko'rib, o'zingiz suyib aytayotgan naqshlaringizni birani ariya o'rlab berasiz. Xo'p, bo'ladi. Biz hozir Zübeydem o'zi 40 dan o'tgandan deb qoldi. Bizning ansambldagi bolalarni saqlab turyapti. Ko'pchilikka qarindoshlarimizga shu 40 dan o'tganda degan naqshni o'rlab bersak, naydan bo'lamda. Endi biz rad qilayotgan bir oyda bo'ldi, shu zaldan chiqmay. Men bir ovozlarda ancha-muncha ekspaschilik bo'lib qolsa, radio anglayotgan qarindoshlar to'g'ri qilyapti. Bilmay qapti. Üzülmez melodiya. Ötken kunlar jabrini, yuragingning sabrini, yaqinlaring qadrini bilarsan,
qirqdan o'tganda o'tgan kunlar jabrini yuragingning sabrini yaqinlaring qadrini bilarsan qirqdan o'tganda rayhonlarning atrini muhabbatning dardini farzandingning baxtini bilarsan qirqdan o'tganda xatni yozmas qalamni xato bosgan qadamni jonga botgan alamni bilarsan qirqdan o'tganda bergen azarın hak ve nohak kararın kim dost veya aghyari bilersen qirqdan o'tganda Şürek bağrım kırnılar bilersen qirqdan o'tganda ota ona qadrini el yurtungning mehrini bu muqaddas rishtini bilersen qirqdan o'tganda qalbim o'zing amr et men nodonga rahm et onang qadriga hamya bilarsan qirqdan o'tganda otang qadriga hamya bilarsan qirqdan o'tganda qirqdan o'tganda Abdullah akamın Maqsum Nahmeydan anlatışında hayacanlandık. Ama bu 40'tan aşkanda namlıq nakşinimiz programımızda köp anlattık. Şuna bu daim dayırgan gitimiz var derken şu etapta radyonu anlatkan suyumlik anlıqıcılarımız bulup olmuş. 40'tan aşkan anlıqıcılarımız bu nakşini anlap ısıgan yerlerge bir mustek bir suni, kaynak suni, çayını tetkizgendek, iştivagandek hissiyat küçülmüş mümkün dep. Mesela şu Malik Bey 40'tan aş demez. Abdullah akam yetqa vaqtida men shundoq bir hissiyatga keldimki men 30dan eshitmi demak endi 40dan oshganda haqiqatan qadrga yetdi ekanmiz, lekin mush 30dan halqibmi men shunchalik qadrga yetdimda. Demak men shu oliy maktabni bitirib xizmatchi qilgan vaqtlarimda men shu otamdan vaqtsiz ayrildim. Shu vaqtlarda men o'zimning orzuyim oliy maktabda bir yaxshi o'qib, xizmatga yaxshi bir chiqqan vaqtimda tunji cheyimni, tunji bir maoshimni mush uydagilarga bir xashlab olsam, mushdan bir mehmon qilib olsam degandek bir orzularim bor edi. Lekin afsus u vaqtlar menga nasib bo'lmadi. Demak bizdan ayrilgan vaqtlarda biz shuni o'ylab qoldik ekanmiz. Şu vaqtlarda men asli mundaq qilsam bo'pti-ku, undaq qilsam bo'pti-ku deb. Demak 30dan halqaga vaqtimda men bu o'ylar kelib qolgan.
Endi Abdullah akamnikini anglagandan keyin 40 yoshda olgan vaqtda texmi biz qirqdan o'tganda degan gapni o'zi agar 40 yoshni o'tganlarga bevosita ta'sir qilsa shu aqlga to'shqanlar mana hozir zamon taraqqiy qilib kallanglar ilg'or bo'lib ketdi biz 40 yoshda o'tganda bilganingizlar 30 yoshni oshganda bilyapsizlar shu nima ish bo'lg'ini keltirib oldim aqlga kelgan vaqtida odam hammani biladi ekan ma'lum bir yerga kelganda hammani his qiladi ekan odam demoqchida nuqulli 40 yosh degan gap emas odam jiq narsalarni keyin his qilib qoladida keyin bilib qoladi Şoňlaşygy bardy, qadrlişimiz gerek diýenlerge. to'g'ri Hoş, Sahka. Endi biz temani mundaq bir gapga qoqaylik. Abdullah aka, sizning naqshlaringizni hammamiz suyib anglaymiz ham qoyil bo'lamiz. Endi shu itot jihatdagi ortiqchiligingizmi bor. Siz bek pat-pat itotlarga chiqmaysiz. Ammo chiqsangiz, o itotni voyaga yetkazib o'rlaysiz. Biz mutaxassis bo'lmasak, hozir baho berib qo'yamiz. bu baho katta baho Bulutni shu yilqi uzun chash vaqtlarimizda shu Moynur muallim bilan ishkanlarning o'rlab chiqqan bir itotinglar bor. Isim geldi. Onda kız bolmaydı. O kadar salamadı deydi. Undan so'ng ashuningdan ozroq Zubayda siz Moynur muallim bo'lib berang. Abdulla akam men o'zining rolini ilaversin. Ashuni rejissor bo'lib beray. Boshlang'al deb beray. Shuningda ozroq bir sichirdish ariya o'rlab beramsizlar? Rahmat. balki buni so'zlarini unutib qoldim jimo Zubayda sizning Yapılan bolsanız Abdullah akamla azraq tayyorlab olarkanmiz. Hozir albatta Narni meydan sana depten Abdullah akam cho'qim bor. Esida bor. Hozir sal qechyotidi. o endi ilqida ko'p burungi yillardagi ish bo'lg'achqa hozir diqqat boshqa yerda bo'lgandan keyin balki so'zlar esimizda qolmagan bo'lishi mumkin shu ayni vaqtda bu qarindoshlarga yaragan To'g'ri. u itotni ismi tilsizlar deb Tilsizlar to'g'ri. tilsizlar deb u ilqi bakli behuda ashurib boshqa o'z tilini unutib qolgan holda o'sha boshqa tillar bo'yicha so'zlaydigan bo'lib ketgan 2 yoshning o'rtasidagi aloqani ta'sirligi so'zlanadigan itot hamda birisi ruschada o'qib rus tilida o'qib ketgan yana birisi bu yerda hanzuchada o'qib o'z tilini unutib ketgan ikkisini o'tirdi uqishmaslik jiq bo'lib ketgan bir hikoya hamda Ayşe vaqtga yilqi sahna so'zlaringizmi esingizda yo'qmi? Qanday sahna so'zlari? Siz bir boshlatdingiz Zubayda unda qolsa, Moynur muallim bo'lib boshlang. Agar Abdullah akam faqat javob qilamsa, unda unutib qo'yib. Меня зовут Zubayda deb boshlandim Ruscha Abdullah akam. u chog'da u yigit bu gapni bilmaydi hayron qoldi u faqat uqmaydi unday gaplarni chunki u rus tilini texmi bilmaydi shu shunda uqishmaslikdan o'tirdi bu ikkisi aslida tunishib to'y qilish uchun bir tunish fursati hozir bo'lgan ikkisining birisi hanzucha so'zlaydi birisi ruscha so'zlaydi o'tirdi bir o'rtaq til yo'q uqishmaslik sababdan bu ish buzilib ketgan hikoya Demak endi biz bu nuqtani aka qistirishimizdagi maqsad nima degan vaqtida siz naqshg'alarga diqqat qilsiz. Endi bu o'rilgan idotlarimizga biz diqqat qilsak, uning tegi shunchalik cho'nqur mazmunlar yo'g'rilgan bo'ldi-ku. Ilqi ma cho'ng Aysa akam bilan ishlagan idotlarimiz taqpayizg'u bir-biridan shunday yaxshi ham kulishmay haqi o'zir berdi. Endi bu idot tanlash jihatlaridami siz uning bu mazmuniga alayli ko'ngil bildi ekansiz, shundaqmi? Endi bu bizning o'qigan kasbimizda 4 yilda har bizning rasmiy kasbiy darslar boshlangan vaqtida bizga har kuni degidek topshiriq beriladi. Masalan, bizning sinfimizda bu kasb darsini anglaydigan 21 savoddoshimiz bor, 20 savoddosh. Har birimizga 2 dan 3 dan etup epizod parchalarini ishlab kelish topshiriq beriladi. Ertagan soat kasbiy darsdan keyin tushdan keyin butun shu raptisga kirishib ketib qolamiz. Menmi ishni tayyorlayman, sizmi ishni tayyorlaysizmi? Bu ishimizga kelsa 6 etup bo'ladi. Men siznikiga chiqaman, siz manglikka chiqasiz. Bu shunday rol taqsim qilishimiz. Mana bu rolga Zubayda tushdi, buni Malik tushdi. Shuning bilan bu tushdan keyin yetmay qoladi bizga. Kechgacha ishlaymiz. Ertasi har birimiz 2 dan 3 dan etup topshiriqni o'rinlab qo'yguncha yana 4 soat vaqt tushdan burilib tugaydi. Eng oxirida ma'lum baholab chiqadi buni hammani. Nurg'un qiziqarli ishlar bo'ldi bizning bu kasbni to'liq tushunmaydigan o'rganish bosqichlarimizda sahnaga olib chiqilib bo'lmaydigan ishlarni topshiriq ishlab boradi. Bizning kasbiy ma'lumlarimiz bizni tuvanda o'tirgan savoddoshlarni tomoshabin, sahnaga chiqqan savoddoshlarni artist qilib tarbiyalaydi. Pastdagilar tomoshabin qanday inkos bersa, artist shuni qabul qiladi. Artist qanday inkos bersa, tomoshabin shuni qabul qiladi degan nazariya bor-da. Amaliyotda shunday.
tomoshabinning kulgisi kelsa kuladi, yig'lag'isi kelsa yig'laydi. Biz shuning uchun xizmat qilamiz. Shuni biz tuvanda o'tgan savodashlar xuddi bizning turmushdagi zirtlarga o'xshash ular inkas beramiz. Ularni bizning shu inkaslarimizni qabul qiladi. Ba'zi savodashlar qiziqarli kulkili ishlarni qilib qo'ysa, biz kulaverdik. Ana shunday qizg'in, ko'ngilli bir o'qish hayotlarimiz bo'lgan. Endi u chaqda cheniqqanlarimizning shu asosimizning yaxshi egallagan darslarimizning ba'zi foydali taraflarini hozir mana shu etodlarni o'zimiz yezib, o'zimiz rejissyorlik qilib, ba'zida masalan Xalmurod do'stimiz bilan bir necha etodlarga chiqdik, shu o'rgangan narsalarimizni ishladik. Ammo lekin meningki ko'proq vazifam naqshi bo'yicha bo'lg'achqa etodlardan jiq emas, endi u bir o'rtikab qolganda bo'ldi. Aktyordimu Abdulla aka, biz sizni yana mustahillat pat-pat ko'rishni orzu qilamiz. Chunki siz o'rilgan etodlaringiz nihoyatda tabiiy bo'lib, rol o'ynash jihatda. Buni biz bek maqtab ketdik. Bu degan rost gapimizmi? Siz hamda mening oldimda turibsiz, sizlar meni maqtab ketdi deb o'ylab qolmang, bu haqiqat. Endi bo'lsa shu etodlarga ozroq vaqtingizni bering. Albatta, u o'qigan kasbimizni yana yaxshi ko'ramiz. Fursat bo'lsa, ammo haqiqatan bu Xalmurod Umarningki san'at kechiligida men bu bir necha vazifalarni o'z ustimga olgan, shuning ichida etodlarga chiqdim. Rejissyorligini qildingizmi deyman, aka? Rejissyorligini, artistligini u kechilikni yaxshi tayyorligimiz to'xta bo'ldi, ammo ba'zi sabablar tufayli keyinga surilib qoldi. Buyursa shu sahnada yana ko'rishib qolamiz. Bo'ladi. Xushmalik aka. Qo'shimda bo'lsa bizning suhbatimizni Abdulla akamning yana bir yaqinlik kuyini anglab bo'lgandan keyin davomlashtirsak degandim bor. Ana unda bo'lsa Abdulla aka. Riyosatchilikni qildik, etodlarni deyishdik. Yaxshisi riyosatchilikni sizlar qilaman. Endi bizningki ansambldagi bolalar bilan o'zimizningki yurt makonimizga, vatanimizga bo'lgan muhabbatimizni ifodalaydigan vatanimsan jinimdin aziz degan naqshni o'rinlab bersak bo'lamdiki. Marhamat bo'lsa. Tarixin bardır, şanu şevketlik. Tuprağın bardır, balu berketlik. Özengli bergen, ushbu erkeklik. Vatanim sensen, jinimdin aziz. Tarixin bardır, şanu şevketlik. Tuprağın bardır, balu bereketlik. Tarixin bardır, balu
şevketlik tuprağın bardur balı berketlik Özengla bergen ushbu erkeklik Vatanim sen can din aziz Özengla bergen ushbu erkeklik Vatanim sen can din aziz Atlar bastan şu uzun yollar Seferler küyi yanrıdan şıllar Şuna gururdan sayraydı tıllar Vatanim sen can din aziz Şuna gururda sayraydı tıllar Vatanim sen can din aziz Şuna gururda sayraydı tıllar Vatanim sen can din aziz Şeytanlar topa salsa eşimga Gözini alaytsa tağut eşimga Töhmetler bilen ak bulsa qara Canlar kinli dil bulsa yara Nimeler kense kelsun beshimga Vatanim sen can din aziz Nimeler kelse kelsun beshimga
Vatanim sen can değil aziz. Vatanim sen can değil aziz. Ahmet. Üzülmez melodiya. Naqshiddin Ahmaydan hozirlansın diye yaxshi ya. Bak ya canım bilemem nim deyişim uqmay jimni o'ltiribman. Shundoq. Bu nashar qilib yurtlatang bo'lgan muhabbetimizni bildirib oldik. Onsuz mu Abdullah akamning ish qilib mushi hissiyatga kirib chiqishlari men o'tirib ish qilib shu Abdullah akamning o'rniga o'zim qo'yib ovoz chiqarib boqay dedim, mumkin emas chiqdi-da. Tamam yaxshina musnaq gap qilib o'tiray Abdullah akamga eson umrlarni aytaversin. Demak ham Abdullah aka siz shu izchillikni saqlab kelayotgan, izchillikni davomlashtirayotgan mundaqcha aytganda to'xtamay tirishayotgan san'atkorlarimizdan biri. To'xtamay yangilik yorityapsiz. Yangi narsalarni aytib ona qarab menyapti. Mana burunlarda naqsozlarimiz unga elinib aytiladi. Mana bugun sizning kelganda radio programmalarda naq maydonda chilinib, naq maydonda ijro qilinyapti. Endi Abdullah aka Muşenemde biz sanatga bo'lgan bir muhabbat deb tushunsak bo'ldi. Yana bir sanatga bo'lgan bir kishniki turkisidan desak to'g'ri bo'ldi. Yana birsiga pulning turkisidan desak bo'ladi. demak sizni mushuncha to'xtatmay mangdirayotgan bir kuch bor bu yerda. Buning birsi kesib bo'lgan muhabbat, yana birsi cho'qimish pul bo'lishi mumkin. Yo'q, bak so'rdinglar. Men mojib odamlarga birga deb uni tushuntirib bo'lmaydigan bir param. Shinjongda Muşu san'atni pul uchun qildim degan hech qanday gap ishlanmanglar. Pul uchun emas. Agar pulni deb san'at qilma desa, u mag'lub bo'ldi. Chunki sizlar hammalar o'qigan uqqan odamlar bilasizlar, har bir rayonning iqtisodiy ahvoliga munosabatli bo'ldi. San'atchilarningki ahvoli. Va har bir kasb shunday. Boshqa kasblar shunday. Rayonimizning iqtisodiy ahvoli taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, kundan kunga yaxshi taraqqiy qilayotgan bo'lsa-mu, lekin boshqa rayonlarga selishtirganda yana tizda yerim. Shunga bu yerda har bir mahsulotning mayli san'atda ishlab chiqarilgan mahsulot bo'lsin, san'at mahsulotlari bo'lsin yoki boshqa kasblarda, hunar san'atlarda bozorga chiqayotgan mahsulotlar bo'lsin, buning mablag' sog'uvchisiga akildigan foydasini aytdi chaqliqlar. Lekin jahon taraqqiy qilish kerak. Her bir kasb egisi o'z kasblariga mas'ul bo'lish kerak. Amda bo'lganda kelgusida balkim boshqa rayonlarga o'xshash san'atni pul bo'ladigan. Albatta, bizningki yaxshi ko'rgan kasbimiz bo'lganlikdan nurg'un narsalarni qurbon berish badligiga vujudga chiqaramiz. Bu degan ko'ngillarga ayon. Mesela şu tüvenge pek köp kişiler Abdullah aka. Bu da bende tüvendeki men bir hem de yezdin çıkan bir mesulat boyu sipitim bilen şunda bir sual sorgum keliyordu. Bu yezdikimizden kayrindaşlarımız kandak sual soraydı. Kandak gaybi nişanlı buldu desiniz. Bu sanatkarlarını ki birinci olup deydiğini mesela ailesi kandaktın neçiyen üyü bu. Maşinası kançıdı. Andaki kançılık pulu bu. Bulan adetten mi şu normalde turmuşlarda cemiyetli köygülü bulamdı, yoki bilan ko'rish uchun biz qandayroq bir shart sharoitlarni hozirlashimiz kerak. Unisi hozir bizning xalq ssenariy to'p ketdi-ku. Ssenariy yozdi, artistning ssenariysini o'zi yozib, o'zi tarqitdi ular. Har bir kishi o'zi muxbir. Yaxshi bo'lgan uchurga ega bo'lib, rostga uchurga ega bo'lgandan keyin biz yo'llay bo'lsak so'rab qoldik-ku. Bu asli munda deb biz yetkazib qo'yish majburiyatimiz bor emasmi? Ya, bu avay deganimizdek jamiyatning iqtisodiy ahvoli yaxshi bo'lsa, hamma kasblar yaxshi taraqqiy qiladi. Kasbdan ishlayotganlarning iqtisodiy ahvoli yaxshi bo'ladi. Bu kelgusidagi ish. Ko'zimiz ko'rib turayotgan umid. Shuni qarab mangimiz. Andin shu sizlarning shu san'atchilarimizning iqtisodiy ahvoli qanday deb so'raganlar, o'zini yanchiga qarab baqsilib. Masalan, biz tuanlarga o'yan qo'yg'ilib borsak, hech qachon bahoni yuqori qilib bilet satamaymiz. Gerçi bu baha yuqori bo'lish, tuvan bo'lishi bizning iqtisodimizda munosabatsiz bo'lsa-mu, hamda ko'ngil bo'limiz qanday bo'lyapti. Men 91-92-yillarda Janubiy Shinjongga borib, shu bizning idoradagi jamiyatdagilar bilan o'yin qo'ysak, 3 qo'ydan 5 qo'ygacha bilet sotdi. Bir tal u yozliq teatrxonalarda qo'yilgan. Hozir hamda balkim nahiyalarga borsak, unga 10 yil o'tgandan keyin baha ya'ni shu 5 qo'ydan 10 qo'ygacha bo'ldi-da. Endi yana nurg'un o'yin ko'radigan, o'yin ko'rishni xohlaydigan qarindoshlarimizdan 10 qo'yga bilet oladigan iqtidori yo'q.
qobiliyati yo'q. Qobiliyat demaymiz-ku, iqtisodiy ahvoli madori yo'q. Shuning bilan nurg'un o'yin ko'rishni xohlaydigan odamlar ishning sirtida to'plab turgandan keyin nurg'un vaqtlarda biz darvozani ochitamiz. Pulni qanaqamiz ul ololmaydi. Biz san'atni bo'shlarga ko'rsatib kelgan ekan, shunday qilishimiz kerak deb qilamiz endi. Hozir endi o'yin savdogarlari bor bo'ldi. Bizning vazifamiz nihoyat aniq. Tuyanga eng asos qatlamlarga madaniyat, san'at faoliyatlarini yetkazimiz deydigan vazifamiz bor. Shu bo'yicha boramiz. Endi bu yerda o'yin savdogarlari ma'lum bir maydon chiqmayda o'yinlarni ko'tara oladi. Biz shu muqim bahoyimiz bo'yicha beramiz. Balkim hozir jiq o'ssa 30 qo'yiladi. Biz noy o'rinlarda bilasasak shunda o'lcham bilan qilamiz endi. Lekin bu o'yinni ko'radigan odamlar ko'p bo'lsa, o'yin savdogarlari o'z bahani o'stirdi. Hozir bozor egilik bo'lib ketdi. Undan ham shu iqtisodiy kallasi bor odamlar foydalanyapti. Ham san'atchilar yana o'zining san'atini qilyapti. Mushundan qaraganda qavmni o'zinglar o'ylab baqsa. Yildan yilga o'syatammi sahnaga chiqish haqqingiz Abdulla aka? Masalan, sizlarning o'z riyosatchilarning ustiga tabiiy holda. Hamda biz Şinjan san'at yurtining kasbiy artistlarida baho degan narsa yo'q. Biz o'xshash masalan o'tishlarni qilganda men bir maydon o'yinga qatnashsam bizning idoradan beradigan 100 qo'y komandirib olma yo 200 qo'y olma. Shundaroq bo'ldi. Biz kasbiy o'rindagi odamlar manch pul bad demaymiz, unda demaymiz. Bu oldingizmi? Ko'rman do'stim, ko'rayotgansiz. Mana yuqorida bo'lgan san'atkorlarimizni iqtisodiy ahvoli mushaydimish ko'rish bo'latadi. Ayting bizga o'zniki amaliy jarayonlardagi chin gaplardan doklad berib o'tdi. Demak, sizniki iqtisodingiz qanchalik darajaga yetgan bo'lsa, san'atkorlarimizning iqtisodini undan sal oshirib faraz qilsangiz tamoman to'g'ri yakun chiqqan bo'lasiz. Shuning bilan Abdulla akam hozir mushu Shinjongdan xalqqa endi bizning qo'shni davlatlardan chiqib o'yin qo'yishga otlanib o'tibsizlar. Jumladan bugungi mazmunmi asosan shu Qozog'istonga bir ma'nilik bir safarga otlanish oldi turib o'tibsizlar. Shunday. Ansaqmi shu Qozog'istondagi shundoq boy bir savdogar alohida taklif qildi degan gap iftir rasmi yolg'onmi? Qozog'istonga men bir necha qatim chiqqan o'yin, ya'ni mushu kasbiy umidimizningki kasbiy xizmatlari sababidan ikki davlat orasidagi do'stlik, hamkorlik munosabatini ilgari surish, madaniyat almashtirish vazifalari bo'yicha chiqqan o'chaqlarda ko'pchilikni ichida men o'zimning rolimni joriy qildirib bir naqsha, ikki naqsha aytib qaytatdik. Bir necha qatim u yerda bo'lgan. Ammo qatim oldingi navbatlarda Qozog'istonga shu o'yinni taklif qilgan. O chaqda men o'zimningki ba'zi shartlarimni dedimda, biz u yerga chiqsak, u yerda nurg'un qarindoshlar bor, o'yinlarimizni ko'rishni xohlaydigan. Endi ularga bir tuzukroq bir nomerlarni ochqizsak, ular rozi bo'lsa, tanga kirgandan keyin shuning uchun men butun muzikantlarim bilan chiqsam, o'sha muzikantlar alayda mas'uliyatchanlik bilan chalgan musiqalar to'liq anglansa kishilarga, tomoshabinlar, uning uchun ovoz uskunalari, chiroq, sahna, hamma narsa to'liq bo'lsa deganda u tarafdan bu shartlarni o'rinlab olishga qisqa vaqt yetmaydi. Siz o'zingiz chiqsangiz, biz bir amal qilib burun niyat qo'yilgan o'yinlarga o'xshash muzikani qo'yib berib, sahnada siz naqshni aytib bunday qilsak degandan keyin uni biz to'g'ri ko'rmagan. Endi atayin chiqqandan keyin rost ish qilaylik deb. Ammo qatim shu Qozog'istondagi bir yaxshi ro'naq topgan bir shirkat egasi Sadirjon degan kishi bizning miyada qo'ygan o'yinlarimizning kasetlarini, disklarini ko'rgandan keyin hayajandam deman Qozog'istondagi Almatidagi o'sha qarindoshlarimga bizning Shinjongdagi, Jungo Shinjongdagi qarindoshlarimizning o'sha madaniyat faoliyatini ko'rsatsam degan orzuda bizni shu yerga taklif qildi. Bizmi bir oydan oshdim shu davlat otlab chiqqandan keyin astoydil tayyorlab qildik. Biz o'zimizning maqsadlar, muzikalarni emas, biz Shinjongning ahvolini ularga yetkazimiz, salomlarni yetkazimiz. Shu buning kuchliroq mas'uliyatchanlik kerak. Mana bu 2-3 kundan keyin safarga chiqamiz. Ham butun mushu muzikantlarimiz o'zi chin dilidan yaxshi ko'rib, mas'ul bo'lib xizmatlarini astoydil o'rlab bizni tayyorlab puxta. Endi menimcha cho'qim Almatidagi qarindoshlarga
yaxshi bo'lgan san'at numurlarini qo'yamiz, ham ularning roziligini olamiz. Shundaqla biz Jungo Qozog'iston do'stligining mangulik bo'lishini arzu qilamiz. Shuning uchun bu yoqdagi qarindoshlarga salomni u yoqqa yetkazamiz, bu yoqdagi qarindoshlarga salomni bu yoqqa yetkazamiz. Bunday mushkul vazifalar muborak Yolg'iz bo'lsin. kishilik naqsh konserti bo'ldi undaqda Qozog'istonda. yolg'iz Bir maydonmi? naqsh Topilgan bir necha maydonmi? hozir bekitilgan 2 maydonda 3 maydongacha. Mayli, ma'nilik ish qotilibsizlar, safaringlar o'ngishli bo'lsin. Hamda mening his qilganim Mush Abdulla aka sizniki hozir qadar shundaq natijalarga erishishingiz, albatta sizning birinchisiga o'zingizning tirishchiliginiz, ham kasbni so'yganligingiz, muhabbatingiz. Buningdan boshqa, bu sizning kayningizda izchil sizniki naqsh tekstlarini yozayotgan, muzikalaringiz ishlayotgan, mundaqcha aytganda, hozir shu aqsatdagi bizniki san'atkorlarimiz, muzikantlarimizniki qobiliyatidan, iqtidoridan ayirib qarag'il bo'lmaydi desak bo'ldi ekan. Albatta. Shundaq Mushama Shirim siz nihoyat uzun yil hamkorlashgan masalan muzikantlarimiz va Abdulla Ansaboldan chiqqan Merdan Kamlamosh bo'lib siz Abdulla Kamlam bilan bir naqsh aytgan Mush fursatda shu suyimli muzikantlarimizni bir tunishtirib olsak, ekran oldidagi tomoshabinlarimizni bilsa, radio anglayotgan do'stlarimiz bir anglab bilib olsa degan umid bir tunishtirib olsangiz. Bo'ladi. Endi men bizning ansamblimiz qurilgani 10 yil bo'ldi bu yil. 10-oyda ha. 10 yil burun shu bizning ansamblniki atrat boshlig'i Merdan, ya'ni Merdan Mahat bas gitarchimiz bu yoq Merdan Mahat bo'ldi. Sizning ortingizda bir Hozir ko'stimiz. Endi bu Merdan, andin bizning teblovoz daqadum baxlanchalar Merdan u mush kona a'zolarimizdan birisi mana bu Merdan. Andin bu Abdusalom, bu Nur Muhammad, neychi muzikantimiz Nur Muhammad, mushu balla 10 yil burun shu ansamblni qurgan vaqtida billatok. Undan keyin biz yana tambirchimiz Mahmudjon, mana changchimiz, qalonchimiz Ablajon, skrupkichi Shirali, Mao royalchimiz Muhammadjon, Farhod dabchimiz, o'shalardan Olimjon royalchimiz, Buma Olimjon, bizning igiz Olimjon gitarsimiz. Bu balla undan keyindan qo'shilib izchil shu san'at faoliyati bilan mo'rni tirab, kurash qilib, yangilik yaratamiz deb intilib, yaxshi ko'rib, suyib ishlab kelyapmiz. Bu ballaning ruhi mendan ustun, mendan qizg'in. Ba'zida men o'zim kechib qolmay ba'zi ahvollarda. Shu xijil bo'lib qolma. Hatto shunchalik o'z qilayotgan ishqini aytib mas'uliyat. Shuning uchun 10 yilni bu ballar bilan mush Akufdek bir uyning odamlaridek shunday bir izil inoq ittifoq o'tkazib keldik. Bu yil 10-oyda bizning atraf boshlig'imiz Merdan Mahat davatida 10 yilligini xotirlaymiz deb oddiy bo'lsin o'zimiz xotirlaymiz. Bu biz o'tgan yo'llarni bir o'ylashga tegishli, bir xotirlab, bir xulos qilishimizga tegishli. Abdulla Ansamblning qurilishi ma'lum bir maqsad pul uchun yoki bir cho'qqiga chiqish uchun emas, lekin Uyg'ur jamiyatida yoshlarimiz orasida yana zamonaviy hozirgi zamonning naqsh muzikasini o'rlaydigan zamoniylik bilan milliyatlik birlashgan o'z alayidligimizni, xosligimizni yo'qotib qo'ymagan zamoniylikning mavjud bo'lib turayotganligini inkos qilish jamiyatga. Bu shunday vazifa uchun qurilgan ansambl shuning uchun tirishdi. Hech qachon bir dasni silib foydalaydigan zavod emas. Bu el uchun ishlashni o'zi uchun sharaf deb biladigan, men o'zi yaxshi ko'rib qilayotgan ish uchun suyunadigan bir ansambl. Bo'g'isi men shuni umid qilaman. Hamkorlikning uzun muddat davom etishini, mangu mushtaqa qarindoshlardek o'tib, yaxshi melodiyalarni bizga sunib turishlarini chin dilimizdan umid qilamiz. Bularning bu yana tekin surishtirib kelganda, yana sizningki o'sha kasb bo'lgan mas'uliyatchiligingiz, muhabbatingiz bu bolalar ulgu bo'ldi desak, balki men bir necha ishtonni ortiq yutgandan keyin dastlabki men bularga yaxshi ta'sir bergan bo'lsam kerak, keyin bular menga yaxshi ta'sir berdi. Hozir menga bular muallim desam bo'ladi. Meni yetaklab ketyapti. Endi aqida har qanday bir naqshchining shunday kuchli bir atraf, har tarafdan qo'llaydigan, oldiga ishtiradigan bir atraf bo'lmasa, bunday ishni vujudga keltirib bo'lmaydi.
Riyosetçiler bo'lmasa deb qo'shib qo'ying. Riyosetçiler bo'lmasa bugun programmani mang'azg'ili bo'lmaydi. Shunga endi shu ansamblning mayli biz bo'layli bo'lmayli Uyg'ur jamiyatida bo'lishini umid qilamiz. Rahmat. Hoşçakalın Abdullah aka. Siz mi azırak arama başlarsınız mı şu ansambldaki bizden sanatkarlarımızdan, müzikantlarımızdan esil müziksine bir huzurlangaç olanın ameli kabiliyetini bir esip baksak degan bir arzuyunuz var. Qaynamsa. Nereden başladık bulamda? Bizning bu boshlanish muzikasini o'rlab bersinmi? Buldu. Bizdekiden ariya anlaydı.
Üzülmez melodiya. Xo'sh, muzikantlarimizga yana bir qitim bizmi o'zimiz fikr yasatchining qizg'in olqishlari bilan bir rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga, Armag'ay Islam. Haqiqatan Abdulla aka ko'zingiz bor ekan, ko'zingiz bak maftur. Ketsan bak ish ketadi bu yerda. Demak, bizning Uyg'ur muzikantlarimiz ana shunday talantli, ana shunday qobiliyatli, ana shunday go'zal melodiyalarni kelib bizning o'zimizga sunalaydi. Demak, shunaqa. Xo'sh, Abdulla aka, biz navbatgi minutlarda Malik ishimiz azroq savollarni tayyorlab kelgan. Qisqa ang degan savollar. Azroq shaqqa bo'lsin debdi. Sizni so'rash orqali sizning shu qisqacha arxivingizdan keng radio anglag'uchilari bizni shunaqla ekranda ko'rmalarni bir xabardor qilmoqchimiz. Imkonsizni bak tez yaxshi Abdulla aka, bizni tez so'raylik, sizni tez javob beraman degandek. Tirishay. Unda bo'lsa, balkim radio oldidagi bizning qarindoshlarimiz anglayotgan bo'lsanglar, quloqlarni ding tutib turinglar. Ko'rmanlarimizmi diqqat qilsanglar, hozir Abdulla akamdan eng nomli nurg'ulg'an savollarni so'raymiz. Bu vaqtda Abdulla Abdurim to'g'risida nurg'ulg'an yaxshi fikrlarga ega bo'la olasizlar. Xo'sh, birinchi savol boshladim. Sen tez javob bering. Eng hurmatlaydigan kishi Dadam. Yurtingiz, Tumshuq. xizmat o'rningiz, Şinjan opera umigi milliy orkestri hozir ishga bo'lib qoldi. eng yaxshi ko'rgan kitobingiz. Polat qandoq tovlandi? bo'yingiz, 1 metr 79.5. eg'irligingiz, Hozir 91. Anglayotgan bu, ha? anglayotgan Xo'sh, anglag'uchilarimiz. eng yaxshi ko'rgan yozuvchi. Eng yaxshi ko'radigan yozuvchi Nikolay Ostrovskiy. Oila a'zolaringiz? Meningmi? Ha. Men ayolim, qizim, o'g'lim. Eng yaxshi ko'rgan kinoringiz. Eng yaxshi ko'radigan kinorim endi Bekshiqni yaxshi ko'radigan kinolar. Eng yaxshi ko'rgan kinolarimizni ko'rgan vaqtimiz bo'lmay qoldi. Men eng qattiq ta'sir qilgan bir kino kichik vaqtimda bak qiziq deb bir shu chaqda shunday tuyulgan kino. Qizil chiroq. Qizil chiroq. Eng yaxshi ko'radigan naqshchi. Turkiya naqshchisi Barış Manço. Unda bo'lsa eng yaxshi ko'rgan kino artistingiz. Kino artisini o'ylab boqmabman. Unda bo'lsa eng yaxshi ko'rgan naqshingiz. Men shu naqshlarimning ichida eng oxirgi navbatda o'qigan naqshlarni hammasini yaxshi ko'raman. Masalan, eng yaqinda yetolmadim otamga degan bir naqshni yenidan aytdim, u naqshga amroq bo'lib qoldim. Har qatim naqshlarimni suyib, o'zim suyib aytaman, yaxshi ko'rib anglayman o'rganaman. Eng oxirgi navbatda aytgan naqshlarni bak yaxshi ko'rib qolaman. Buni qulog'ingiz yaxshi bo'ldi, ya. Eng yaxshi ko'rgan aytuvchi Xalmurod. Eng yaxshi ko'rgan tanarkatchi. Mardan desaz. Mardan olsa futbolda o'qitga, yeni Atletika. Bo'ldi. Yuguraydigan. Bizning hozir trener bo'ldi do'stim Abdushukur, bokschi Abdushukur. Endi eng yaxshi ko'rgan tantarbiya turingiz? Meni tantarbiya turlarida yaxshi ko'rdiganim futbolda, lekin hozir futbol o'ynayolmayman. Unda bo'lsa eng yaxshi ko'rgan tamoqingiz. Bilmayman. Ang'uchilar angladinglarmi? Ag'mani yaxshi ko'rdik, ya. Masalarni aytib Eng yaxshi ko'rgan yemeklik? Yemeklik. Masalan, lozi qo'shilgan ochiqroq yemekliklarni yaxshi ko'raman. Aslanimi? Yoqtirmaydigan yemekligingiz? O'xshamagan tamoqlarni yaxshi. Bizga o'xshashga, eng yaxshi ko'rgan faslingiz. Yoz fasli. Yoz fasli. Eng yaxshi ko'rgan rangingiz? Qor bilan oq. Eng berishni yaxshi ko'rgan joyingiz. Maralishni tumshuq. Nurg'un chet el davlatlarga sayohat qildingiz. Shu davlatlar ichida sizga eng yaqin davlat qaysi bo'ldi? Turkiya, Istanbul. Endi Eng yaxshi ko'rgan riyosatchi. Malik Bektir bilan Rahmat. Yaxshi Abdulla aka, siz javobni oldingizlar bugun. Balki bizga radio anglovchilarimiz, ko'rganlarimiz hozir Abdulla akamniki qisqacha bo'lgan o'zining yoqtirishlarini bilib oldi. Qachon unda bo'lsa, bundan keyin Abdulla akamni uchirtib qolsanglar, balki shu yaxshi ko'rishlar bilan ozroq mulozimat qilib qo'ysangiz, Abdulla akamniki qalbida mangu o'rni. Qadrli ko'rgan do'stlar, savollarimiz tugmadi. Ham siz davomli Abdulla aka, quloqingiz bizda bo'lsin. To'y xatir kuninglar qachon? 10-yanvar. Tug'ilgan kuningiz? 69-yil 10-yanvar. Sizni eng xushal qilgan ishmi hayotingizda?
nurg'un tashchiqdi shularning ichida. Shuning ichida meni faqat esimdan chiqmagan bir kunim shu Shinjang san'at institutiga o'qitirish kelgan kuni. Chunki men yomon uzun saqlagan. Endi o'ylasangiz ishingiz eng serilgan ish. Atamning yuzini ko'ramaganim. Ma savollaringizni so'raganda tayyorlab kelgan savollaringizni. Undaq bo'lsa, bir hazil savollar, hazil javob borkan-ku, kayfiyat tangshish uchun men shunday bir savol so'ragim kelyapti. Shu hazil savolga siz bir hazil javob berib turibsiz. Sizlarni diqqat qilib turaman. Qandoq qo'y ikki putlab mangadi? Shiyang. Odiljon da qo'ymaganda. Deb bo'pti-da. Hozir. Qaysi joyda daryolar suvsiz shaharlar? Uysiz. Qaysi joyda daryolar suvsiz, shaharlar uysiz? Qaysi joyda daryolar suvsiz, shaharlar Aniz oxirgisi hammamiz bir xato o'qiydigan bir so'z bor. U bo'lsinmi? Xato o'qiydigan so'zmi? Xato so'z o'qiydi. Abladam imkonsini tezak sizga savol javob bera oldi. Demak, endi shu kichkina bir inkas sanash va yoki bo'lmasa psixologik masalalar orqali ham odam o'zining kayfiyatini tanishigil bo'ldi. Yana bir xarakterni bahodagi bo'ldi. Xarakterni tushunadi. Balkim yana anglag'ishlarimiz, ko'rinmalarimiz yana bular nima demakchidir deb o'ylab qilayotgan bo'lishi mumkin. Biz ham oxirida Abdulla akamdan bunday bir savol so'rashni loyiq ko'ryapmiz. U savol nima degan vaqtida Abdulla aka siz bilsiz, hozir siz butun al qoyil bo'lgan, hurmatga erishgan san'atkor. Biz ichki riyosatchi hamda hozir hamda tunilish bosqichi turayotgan riyosatchi. Bizning keyinda turgan bizning muzikantlarimiz bo'lsa, intoyin qobiliyatli muzikantlarimiz, lekin bahoni sal mal deb qo'ydim, shu sizlarning tuvanchilik bilan kechirasiz. Hargiz uni yig'ramanglar, chaqchaq qilishni yaxshi ko'rdim. Men turponligimiz uchun gaplarim barparlik ketib qoldi. Insonlar, Aynoq o'tdi bu. Aynoq ketdi mana, deb qo'yamiz. Demak, endi shu san'atkorlarimiz bo'lsin, va yoki bo'lmasa shu muvaffaqiyat qozongan odamlar bo'lsin, uning keyindan yaxshi so'zmi chiqadi ekan, yomon so'z chiqadi ekan. Ammo uni to'qiydiganlarmi borki, kashf qilib, cho'qim ijodiyat bilan shu ijodiyat bilan shug'ullanadigan o'xshaydi. Bayatni qistirib o'tib ketmoq, ssenariy yozdi deb. Yozdi ekan ularda. Xalq yozdi. Hozir uning siymo intizor degan narsa bor-da. Bu noki yomon qurolda hozir. Demak, endi bizmi hozir endi yetilish bosqichida bakin deb o'tganimizdek, sizning bo'lmasin bizdan nurg'ulg'an ishlarni ko'p ko'rdingiz, ham tajribaga ega. Undaq bo'lsa, biz shunday ishlarga yo'liqib qolgan vaqtimizda, masalan, boshqalar bizning kendimizning gap so'z qildi yo topdi gapni, bunda vaqtda bizning psixikamiz bevosita ta'sir qildi-da. Biz intoyin azoblanamiz, garchi u chira yog'an bo'lsin-mi. Ammo shunday vaqtda biz shu ishga qanday taqabul qilishimiz kerak? Psixikamizni qaysi holat kontrol qilishimiz kerak? Zaman desinglar. Endi u ish sizda bo'lmasa cho'qim o'z ishingizni davomlashtirishingiz kerak. Sukut ba'zida eng cho'ng qarshilik. Shuning uchun hayot bo'lganimiz cho'qim oldiga minishimiz kerak. Endi o'zimizmi inson ekanmiz, to'la jihatda men mukammal deb ketamaymiz, to'la ketkazayotimiz. Bizning kichik ketkazayotgan bir ishimiz balkim boshqalarning bir daston qilib to'qishiga arzigidek material ta'minlab berish mumkin. Shuni eng oldi bilan inson ozg'uchi bo'ladi. Biz ozg'uchi bo'lgan ekanmiz, o'zimizning ozg'uchi ekanligimizni bilgandan keyin davomli takomillik qarab, yuzlanib, tirishib turishimiz kerak ekan. O'zimizni mustahkamlab, tilimizni to'la o'rganishga tirishib, ko'p jihatda o'zimizni mukammal odam bo'lishga yuzlantirib tursak, sal yaxshiroq bo'ladi. Xo'sh, Abdulla aka, endi shu minutlarda sizning yana bir naqshingizdan hozirlandik anglovchilarimizga. Uzilmas melodiya bo'lgan, melodiyalar uzilib qolsa bo'lmas. Biz og'inlar bilan hozir endi ko'pchilikning diqqatiga bo'lay o'g'limiz degan naqshni urlab bersak bo'ladiki.
kuylarimni munglarga başla Gözlerimni hasrette yaşlar Söygüm keldi sizni bağışlar Anam kurab ketkeç bağrınız Söygüm keldi sizni bağışlar Anam kurab ketkeç bağrınız Şu muhabbet tartip meylimni Aytmak üçün keldim derdimni Ana Aytmak üçün keldim derdimni Ada kılmak üçün terzimni Ana bu dem bulay oğlunuz Ada kılmak üçün terzimni Ana bu dem bulay oğlunuz Zeyranımın harmen navada Ana mini oğlum demey kalsınız Zeyranımın harmen navada Ana mini oğlum demey kalsınız Üzülmüsün bizning rishtimiz Üzülmez melodiya. Naytım yıqımlıq naqşıdı. Nozirlandık albatta bu naqşı Abdulla akamның mush radio aldırdığı barlıq anılar qılğan bir yaxşı soğutu dep qaraymiz. Xo'sh, ammo Abdulla aka bu qitimqi o'yin shu Qozog'iston ishga maydon bo'ldi deb bayatın dedik. Qistirib qo'yishni unutib qaptiman. Endi bu o'yin ash Qozog'istonni borgan ekan shu yerda qo'yilib besiqib ketamdi. Yoki diyorimizdan ko'rimizmi bu o'yinni ko'rishga imkoniyat tug'ilamdi.
Bu qatimamda mushu biz san'at yurtininki milliy orkestr umigining yetakchiligida Shinjang naqsh usul umigining yordamida Qozog'istonga bu ishadi ki o'yinlarimizni tayyorlab beryapmiz. U yerda 2 maydon yo 3 maydon o'yin bo'ladi. San'at yurtining uyida endi qaytib kelgandan keyin cho'qim amshada bu o'yinni bir necha maydon qo'yishimiz mumkin deydigan bir planlar bo'layotdi. Mening achimamda uzun mazgil tayyorlik qilgandan keyin ko'rishni xohlagan qarindoshlarimiz bilan yuz ko'rishtirishimiz mumkin men ashta o'ylayman. Ammo bollarning ayt qizg'in bizning o'sha san'at yurtida balkim bu o'yin qo'yilishi mumkin. Shunda shu vaqtda bir uchur berishni oldidimi yoki qaytib kelgandan keyin undaqda bizdan Qozog'istonga chiqib ko'rish imkoniyatimiz yo'q ekan. biz Qozog'istonga kelsak o'zimiz kim ishlaydi debchi. Demak, bugun O'zib qolmamdi. bugun Abdulla akam bilan aytdi. Keng kishida erkin paranglashib oldik. Nurgulg'an bizningmi deyishga yana bilishga tegishlik masalalarimiz bor, ammo programmamiz buningla bilan tugab qolmaydi. Biz har qatam ana shu anglashlarimizniki taqozosini ko'z tutgan asosda yana yangi bo'lgan Abdulla akamning usullardan har vaqt sizlarni xabardor qilamiz. Yani mushundaq naq maydondagi suhbatlar, yani buningdan keyingi alayotgan programmamizdan bo'lishi mumkin. Shu chog'da Abdulla akamning erining bizni yana qo'llab berishini umid qilamiz. Uzilmas melodiya biz uchun eng ko'ni do'st bo'lib qoldi. Hargiz bu xizmatni boshlatmaymiz. Ishlaringlar yaxshi bo'lsin, texnik gullansin. Rahmat. Biz uchun shu programmamiz yo'l qo'yilganidan buyon Abdulla akam stansiyamizning programmamizni qo'llab kelyapti. Har turli qanday vaqtda Abdulla akamiz desak bizni qo'llab turdi. Yangi naqsh chiqsa alatib turdi bizning programmamiz orqali Abdulla akamning eng nodir naqshlar anglatilyapti. Bundan keyin davomli ta'minlab turamiz. Abdulla akam shali bir so'z avlaylik. Xudoy bersa, agar yangi naqshlarimiz bo'lsa, biz naqsh aytaliqlar cho'qim yevatib turamiz. Bo'ladi undaq bo'lsa biz oxirida sizlarniki shu Qozog'istondagi o'yinlarning muvaffaqiyatli bo'lishini shunday qarindoshlarimizga bizning bir cho'nqir salomlar yetkazib qo'yishinglarni. Albatta. Shunaqa bundan keyin barliq ishlaringizga zo'r muvaffaqiyat uftixlan tilaymiz. Rahmat Abdulla aka. Rahmat sizlarga rahmat, ko'pchilikka rahmat. Radio anglayotgan va ekran ko'rayotgan barliq qarindoshlarimizga bizni yod etib qo'yishlarini, duo tilovat qilib qo'yishlarini umid qilamiz. Rahmat. Xo'sh, hurmatli qarindoshlar, bizning bugungi Abdulla Abdurahim bilan o'tkazgan ko'ngilli suhbatimiz vaqt munosabati bilan mushada oxirlashdi. Programmamizni anglash kursini qo'ldan berib qo'ygan bo'lsangiz, stansimizning www.uycnr.com to'rdikga kirib, qolgan vaqtda qolgan tanlab olsangiz bo'ladi. Undan sirt yana bugungi programmamizni www.melodiya.com to'rbikitimizdan shunday melodiya unidarsimiz orqali qolgan vaqtda qolgan tanlab ko'rsangiz bo'ladi. Yana bir qatim sam programmamizni ko'rishgacha aziz tininglar omon bo'lsin. Xayr xo'sh. Omon bo'linglar.